Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana xudo xolisa navbatdagi kachonlarimizni ham yig'ib tayyor qilib oldik. Xudo xolisa manziliga jo'natish etapida turibmiz. Xudo xolisa Samarqandga jo'nab ketyapti bu kachonlarimiz. Kachonlarimizda 200 metr kvadrat joyi isitib berish uchun buyurtma qilingan. Asosan o'tinda, qo'shimcha holatda ko'mir va gazda ham va elektrический tenda isitish imkoniyatiga ega qilib yasalgan kachonlarimizda mana bitta tent qo'yiladigan joylari, 3 ta tent qo'yish mumkin imkoniga ega. Padachi obratkalarimiz bo'lgan 100 diametrdagi turbanimiz va obratkamizda bu yerda issiqlikni o'lchab turadigan datchikimiz qo'yiladigan joyi va mana bu o'tin va ko'mirdan hosil bo'lgan nagarlarni tozalab turish uchun qo'yilgan eshikchasi. O'tin xonamiz mana bu o'tin xonani kengroq qilib yasaganmiz. Buyurtmalar bo'lsa bemalol buyurtma qilib pastda telefon raqamlarini yozib qoldiramiz.